ma'lumotlar kiritilmasa, soliq ilovaga yuklamasa, ularga o'sha barcha noqonuniy tushunish shartnomalarining 20. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. San'atkorlar qanday tartibda soliqqa tortilishi belgilanmoqda. Shu bo'yicha juda ko'p fikrlar bildirilmoqda. Men kiritilgan qaror loyihasi bo'yicha o'zimning shaxsiy fikrimni bildirmoqchiman. Ya'ni 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab barcha litsenziyaga ega bo'lgan san'atkorlar faoliyatini amalga oshirishda soliq mobil ilovadan foydalangan holda faoliyat yuritadi. Ya'ni o'zlarini o'sha boradigan joylari va vaqti bo'yicha ma'lumotlarni ushbu ilovaga kiritib, elektron ma'lumotnoma olib faoliyat yuritadi. Ya'ni o'sha 2026-yil 1-sentyabrdan 2029-yil 1-yanvarga qadar ular qat'iy belgilangan miqdorda soliq to'laydi. Ya'ni ularda 3 ta toifa bor, reyting guruhi bor. Birinchi reyting guruhi, ikkinchi reyting guruhi, uchinchi reyting guruhi. Birinchi reyting guruhi Toshkent shahrida 3 minimal oklad, ikkinchi reyting guruhi 2 minimal oklad, uchinchi reyting guruhi 1 minimal oklad miqdorida soliq to'laydi 2029-yil 1-yanvargacha. Ya'ni birinchi reyting guruhi 1,236 ming bugungi kunda, ikkinchi reyting guruhi 824 ming, uchinchi reyting guruhi 412 ming. Bu Toshkent shahrida. Boshqa joylarda pastroq bo'ladi. Ya'ni viloyat markazlarida 2 barobar, 1 barobar 0,5 va chekka tumanlarda 1 barobar 0,5 uchta guruhniki mana shunaqa hisoblanadi. Lekin bu faqat 2029-yil 1-yanvargacha. 2029-yil 1-yanvardan boshlab san'atkorlar naqd pulda to'yga bora olmaydi. Ular naqdsiz shaklda faoliyatini amalga oshiriladi hamda ularga 12% miqdorida soliq solinadi. 12% solinadi, lekin ushbu boya aytganim bor, shaharda 1,236 ming, 824 ming, 412 mingdan kam bo'lmagan. Masalan 1 million to'yga bordi, unga 12% birziga hisoblanishi kerak, lekin unga qat'iy summa belgilab qo'yilgan 1,236 ming. Shundan kamga bora olmaydi. Bundan tashqari yana ma'lumotlar kiritilmasa, soliq ilovaga yuklamasa, ularga o'sha barcha noqonuniy tushunish shartnomalarining 20% miqdorida jarima bo'ladi, lekin eng kamida 8,240 ming, ya'ni 20 barobar miqdorida jarima bo'ladi. Bundan tashqari, ushbu noqonuniy faoliyati bo'yicha, huquqbuzarlik bo'yicha soliq organlariga murojaat qiladigan bo'lsa fuqarolarimiz, unga qo'llanilgan jarima eng kamida 8,200 bo'lsa, ko'proq ham bo'lishi mumkin, noqonuniy ishlagan ko'proq bo'lishi mumkin. O'shaning 20% o'sha fuqaroga keshbek tarzida taqdim etiladi. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. San'atkorlar qanday tartibda soliqqa